Do'stlar, sizlarga ajoyib mevalarni xudo xolasa ko'rsatamiz. Olib keling kamerani. Mevalar olganini qaranglar. Anjir shoptoli bo'ladi, tukligidan do'stlar. 3 yasharlik daraxtimizda shuncha mevani holatini qarang. Uni qarang. Go'zallikni qarang do'stlar. Kim uyiga 2 dona, 3 dona ekadigan bo'lsa ham ajoyib metoda kamida 40 kilo, 50 kilo meva bor. Kameralar olib keling. Holatni qarang. Uni qarang. Mevamiz ham meva. Barakamiz ham baraka mana xudo xolasa do'stlar. Sizlar ham uylaringizga ekishlarni tavsiya qilamiz. Xudo xolasa daraxt ekib hech kim kam bo'lmagan. Mana do'stlar, holat qaranglar, mevalar qarang. Shoxli egib olgan yerga bor. Bozorimizda 30 ming, 35 ming sotilyapti shu shoxlar. Kalibri ham o'ta yirik. Kamida 80, 85, 90 chiqadi. Video yoqqan bo'lsa like bosib ketinglar, xudo xolasa kuz mavsumiga kuzatlari tayyor.